Assalomu alaykum aziz kitobsevar do'stlar. Toshkent tuman axborot kutubxona markazi siz aziz do'stlarga eng sara kitoblarni tavsiya etishda davom etadi. Bugun sizlarga havola qilmoqchi bo'lgan kitobimiz Sirojiddin Saidning Alamli dunyoda alamli gulim kitobi. Insoniyat yaralgandan buyon insonga odam degan buyuk nom berilgandan beri so'z yashab kelmoqda. Ona bolasini so'z bilan chaqiradi. Bola ham onasiga so'z bilan talpinadi. Atrofimizni o'rab turgan borliqning mohiyati ham aslida so'zlardan tarkib topgan. Dunyoda so'zdan-da qudratli kuch yo'q. Insonlarni komillikka eltgan ham, tubanlikka qulatgan ham so'zdir. Bag'ri toshlarni simobda eritgan, zolimni jahlidan tushirgan, dushmanni do'st qilgan va yorning yuragiga ham kirib borgan so'zdir. Aziz kitobxon, ushbu kitobda sevimli shoiringiz Sirojiddin Saidning qariyb 40 yildan ortiq ijod namunasi, sevgi, muhabbat, sog'inch va armon tuyg'ularini tarannum etgan she'rlarni jamladik. Muhabbat haqida she'rlar sizga manzur bo'lishiga ishonamiz. Aziz kitobsevar do'stlar, kutubxonamizga tashrif buyurib, ushbu kitoblardan samarali foydalanishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.